Do'stlar, ushbu xabarimni arzon narxda yer bo'lsa edi, olib o'sha joyda bog' barpo etsamidi degan qishloq xo'jaligi sohasida ilmi bor aka-opalarimizga maksimum darajada yuborib qo'yasiz, albatta foydali bo'ladi. Mana shunday aka-opalarimizni davri keldi do'stlar. 2026-yildan boshlab O'zbekiston Respublikasidagi adirlikdagi yerlar o'z qiymatining 1%, atigi 1% do'stlar miqdorida auksionga chiqariladi hamda sotiladi. Kelgusi yilda jami 100 ming gektar maydondagi adirlikdagi yerlar mana shunday qiymat asosida auksionda sotilishi rejalashtirilgan va eng muhimi, mana shunday yerlarni olgan qishloq xo'jaligi sohasidagi tadbirkorlar aka-opalarimiz o'sha yerni ikkilamchi ijaraga berishi ham mumkin va ijara huquqi bepul asosda davlat ro'yxatidan o'tkaziladi. Mana shu yerlarni olgandan keyin 4 ta maqsadda foydalanish kerak. Birinchi navbatda sanoatlashgan bog'lar tashkil etish, tokzorlarni tashkil etish, sabzavotlarni yetishtirish hamda ozuqa-bog' boshqa ekinlarni yetishtirish kerak bo'ladi. Mazkur yerlarni olishda mana shu qishloq xo'jaligi sohasidagi 4 ta faoliyat yo'nalishi maqsad qilib olinishi kerak bo'ladi. Bu degani bog'dorchilik sohasida, tokzorchilik sohasida, sabzavotchilik hamda ozuqa-bog' ekinlarni ekish yo'nalishida tajribaga ega bo'lgan aka-opalarimiz, qishloq joylardagi, chekka joylardagi aka-opalarimiz bo'ladigan bo'lsa, juda ham yaxshi bu imkoniyat. Bu imkoniyatdan maksimum darajada foydalanish kerak. Tadbirkorlikni rivojlantirish kerak. Qancha tadbirkor rivojlanadigan bo'lsa, qancha adirlikdagi yerlarimiz o'zlashtiriladigan bo'lsa, mamlakatimiz iqtisodiyoti ham do'stlar shuncha rivojlanadi. Do'stlar, bu boshlanishi hali 2026-yilda qishloq xo'jaligi sohasida, umuman tadbirkorlik sohasida tadbirkorlarga berilayotgan imkoniyatlar, imtiyozlarni sodda huquqiy tilda tushunishni istagan bo'lsangiz, unda Kamilani ijtimoiy tarmoqdagi barcha sahifalarni kuzatib boring. Va shu bilan bir qatorda tadbirkorlik huquqi sohasida qandaydir bir huquqiy yordamlar, maslahatlar, ko'maklar keladigan bo'lsa, direktdan ham yozib qo'yishingiz mumkin. O'zingizni ehtiyot qiling, berilayotgan imkoniyatdan maksimum foydalaning.